Xo'jayev Sherzod Shuhratovich Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya markazida dermatopatolog lavozimida ishlayman. Bugungi mavzuyimiz teri kasalliklariga aniq tashxis qo'yish va bunda gistologiyaning o'rni haqida gaplashamiz. Bugungi kunda teri kasalliklariga aniq tashxis qo'yish qiyinmi? Qiyin vaziyatlar ham bor. Ya'ni oson ham deb aytolmayman, qiyin ham deb aytolmayman. Ba'zi teri kasalliklarida oson tashxis qo'yiladi va davo yozib beriladi. Ba'zi teri kasalliklarida bir-biriga o'xshash vaziyatlarda yoki juda ham qiyin qo'yiladigan yoki kam uchraydigan teri kasalliklarida gistologik tekshiruv o'tkazish kerak bo'ladi va unda biz bu 5-6 ta tekshiruvlarni o'tkazib turib, keyin aniq tashxis qo'yib bera olamiz. Gistologik tekshiruv qaysi teri kasalliklarini aniqlashda ko'proq qo'llaniladi? Bu tekshiruv hamma teri kasalliklarni aniqlashda qo'llashimiz mumkin, lekin o'zimning tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. Hozirgi kunda psoriazga, ekzemadan ajratib olish uchun qo'llaymiz. Oq-dog' kasalliklarida, oq hollardan, onkologik kasalliklarda, terini rak jarayonlari, rak oldi jarayonlarida tekshiruv o'tkazishimiz mumkin. Ba'zi hollarda bemor yuradi, qanaqa ekan hol bu, nima ekan, qo'rqadi, oldirishga qo'rqadi. O'shanda biz ham gistologiya olib turib aniq aytib bera olamiz. Bu qanaqa hol? Yaxshi holmi, yomon holmi? Yomon hol bo'lsa, darhol uni olib tashlab chora ko'rish mumkin bo'ladi. Teri kasalliklariga aniq tashxis qo'yishda gistologik tekshiruvning o'rni qanchalik muhim? Buni o'rni juda ham muhim deb hisoblayman, chunki biz nafaqat terini usti holatini, tashqi holatdan ko'ramiz, balki ichidagi hujayralarni ahvolini, to'qimasini ahvolini ko'ramiz. Ya'ni bu yerda ko'rib turganinglardagi har xil hujayralarga biz baho bera olamiz. Ya'ni terini chuqur tekshirib, nima jarayonlar ketayotganini aytib bera olamiz. Bu tashqi ko'rib, bitta qarab tashqi ko'rgandan ko'ra yaxshiroq hisoblanadi. Aynan gistologik tekshiruvda bugungi kunda qanaqa xavfli teri kasalliklari ko'proq kuzatilmoqda? Hozirgi kunda gistologiya tashxis qo'yishdan ham burun davo turini tanlashda ham ahamiyati katta. Ya'ni qaysi kasalliklarga ko'proq qo'llanyapti degan savolingizga bu, masalan, oq-dog' kasalligi, vitiligo kasalligida biz analiz olib turib, teridagi melanotitlarning holatini ko'rib bera olamiz va shunga qarab turib davo taktikasi tanlanadi. Masalan, lazer usulida davo qilsa bo'ladi yoki melanotitlar transplantatsiya qilish kerak. Ya'ni melanotitlarni biz ko'rmasa, bu yerda davo qilganda yaxshi effekt bo'lmasligi mumkin va bunda biz operatsion usulni tanlaymiz. Hamda terini o'sha o'sma oldi kasalliklarida ham gistologiya xulosasiga qarab turib xirurgik muolaja qilish kerakmi yoki lazerda udaleniya qilish kerakmi aytishimiz mumkin. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, vitiligo kasalligida demak tug'ma oq dog'lar ham bo'lishi mumkin va ko'pchilik buni adashtirib xavfli kasallik yoki vitiligo bo'ldi deb tashxis qo'yishi ham mumkin, demak. Ha, shunaqa. Bu hol afsuski ko'p uchrayapti. Ba'zi viloyatlarimizda bemorlar kelishyapti. Ular aytadiki, bolasi 5 yosh, 6 yosh, 10 yoshgacha bo'lgan bolalarni olib kelishgan. Ya'ni ularni 4 yil, 5 yil, 10 yil davomida davolashgan, oq-dog' kasalligi qo'yib. Lekin o'ta oq-dog' emas, u oqimtir hol, ya'ni nori oq turi bo'lib chiqqan. Biz uni aniq tashxis qo'yib bera olganmiz. Va bu yerda hech qanaqa davo qilinmaydi, bu kasallik hisoblanmaydi. Shunga o'xshash holatlarda gistologik tekshiruv yordam beradi. Demak, O'zbekistonda aynan bizning markazda gistologik tekshiruv yo'lga qo'yilgan, to'g'rimi? Bizning markazda buni sharaf bilan ayta olaman, 50 yillik tarixga ega bo'lgan patomorfologiya laboratoriyamiz bor. Ya'ni 70-yillardan boshlab bu laboratoriya sekin-asta rivojlanib borgan. Hozirgi kunda zamonaviy apparaturalar, uskunalar bizda mavjud. Teridan namuna olib biz tekshiramiz va 2 kun ichida ekzemami, psoriazmi, neyrodermitmi yoki boshqa kasallik bo'lsa ajratib bera olamiz. Aynan gistologik tekshiruvga qadar noto'g'ri tashxis qo'yilib, aziyat chekib kelgan bemorlar ham qabulingizga kelishadimi? Afsuski bunaqa holatlar ham uchrab turadi. Masalan, yaqinda bo'ldi, bizda 2 ta holat bo'ldi. Ikkalovi ham qo'shni respublikadan kelishgan. Bittasi yoshi katta kishi bemor, ularda 15 yil davomida boshqa tashxis bilan davo olishgan. Ya'ni 15 yil davomida bitta tashxis qo'yib, o'sha bo'yicha davo olib kelganlar, lekin effekt bo'lmagan davodan. Bizga keldilar, biza ko'rdik, gistologiya oldi va gistologiya xulosasi mutlaqo boshqa tashxis chiqdi. Buni biz yana qo'shimcha tekshiruvlar qilib, gistologiyani tasdiqlab ham berdi va uyga javob berdi. Va ikkinchisi 3 yoshidan beri umuman boshqa tashxisi bilan davolangan. 3 yoshidan beri, ya'ni 7 yil davomida har xil dorilar olgan. Effekt bo'lmagan. Keldi, biz analiz oldik, boshqa kasallik ekan, aytdi va u 1 oyga qolmay davo qilib berdi u bolani.
Odamlar o'zidagi teridagi kasalligini rasmga olib, sun'iy intellekt orqali o'ziga tashxis qo'yishga ham harakat qilayotgan holatlar kuzatilmoqda. Sun'iy intellekt shifokor bilan o'rtasida qanchalik to'g'ri tashxis qo'yishga imkoni bor? Sun'iy intellektga bizda yondoshib qoladigan bo'lsa, doktorlar ishlash ham kerak bo'lmaydi. Bu yerda bor ikkita uchta programmalar bor, ya'ni faqat ChatGPT ni o'zi emas. ChatGPT ga o'xshagan programmani olib, uni mashina обучение degan narsa bor. Shunaqa qilib turib, maxsus programmalar yaratilgan. Bizning markazda ham shunaqa programmalar yaratilyapti. Lekin unga suyanib qolish kerak emas. Hamma programmani tagida albatta shifokorga murojaat qiling deb yoziladi. Ular faqat maslahat beradi, mana bunaqaga o'xshayapti deydi. Oxirgi gapni shifokor aytadi. Oyim mazalari bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ming bor uzr bo'ldim. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, tuzsiz, charchaymabsizmi? Tak, bitta savol beraman. Nimaga bizga markazga keldingiz? Bizni onamlarning ozgina mazalari yo'q edi. O'shanga bo'yinlarida yara chiqqan dedi. Yaramas qanaqadir ishib qolgan. Bormi o'zlari ko'rsam bo'ladimi yo rasmi? Oyim hozir ichkari kirib ketdi doktorxonaga. Chiqib qoladi xudo xolasa. Oyingiz ichkari kirib ketdilar. Aha. Rasmini ko'rsam maylimi yoki nimadir bormi? Bera olasizmi qanaqadir? Adashmasam qaysidir doktorga tashlaganda rasm bo'lishi kerak mana. Hozir ko'rsinchi qani. Men nimaga so'rayapman, hurmatli kuzatuvchilar? Xo'p, hozir juda ko'pchilik insonlar rasmni olib menga tashlaysiz, rasmni olib ChatGPT ga qo'yadi, ya'ni искусственный intellektga. O'shanga qarab lecheni qo'yadi. Bizga shunaqa murojaatlar bo'lyapti, oke. Уже bemorlar asoratlar bilan kelyapti, og'ir ahvolda kelyapti. Men ChatGPT ni yomonlamayman, yo boshqa narsa, juda ham kuchli proyekt haqida yaxshi anaqa, lekin unga tubdan ishonish ham kerak emas. Albatta. Aha. Sizga o'tkazdim, ko'rsangiz bo'ladi. Tak, buni saqlanib qilamiz. Tak, ChatGPT ga issiq kompress, gigiyena, qo'l bilan siqmang, shifokorga va ChatGPT shu joyda to'g'ri qilgan shifokorga murojaat qilish kerak deb yozib bergan bu yerda ham. Bu yerda bilasizmi, to'liq baribir mana ChatGPT shu narsani to'g'ri qildi, что все-таки baribir shifokorga borishing kerak bu situatsiyada aniq bir tashxis qo'ymagan. Lekin bu joyda shunaqa bo'ldi. Ko'p bemorlar shu narsani bu ChatGPT foydalanyapti va shifokorga murojaat qilmasdan uy sharoitida o'ziga davolashadi va bizga kelyapti-da, уже og'ir asoratlar bilan, orqaga qaytarib bo'lmaydigan asoratlar bilan kelgan bemorlarimiz ham bor. Shuning uchun ChatGPT har doim ham bu to'g'ri informatsiya bermaydi. Shifokor xulosasi bilan buni solishtiramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizga Tursunova Saodat Ergashevna 37703. Hozir siz o'zingiz qildingizmi, amchi? O'shani xulosalarini aytib bersangiz, nimaga o'xshayapti? Bemorni ko'rdim. Ko'rganimda shu bemorimizda dermatoskopda birinchi ko'riladi. Dermatoskopni ko'rdim. Dermatoskopda shu baziliomaga xarakterli o'zgarishlari bor edi. Baziliomaga. Endi qaray, men keyin sразу Dopplerga o'tdim. Dopplerga o'tganimda mana baziliomada endi hozir hamma narsani ayta olmayman. Bu yerda ko'rdingizmi, juda ham katta qon tomirlari. Doppler pozitiv deyiladi. Bu yaxshi emas. Ya'ni baziliomaga tortyapti juda ham. Bu yerda furunkul belgilari bormi yo'qmi? Bu yerda endi bu furunkul belgilari bor, конечно, ko'riladi-yu, lekin furunkul emas. Buni biz уже ko'rganimizda endi nima deydi? Bu meni o'zimni o'rgangan nimalarim taqqoslash deyiladi. Mana shu taqqoslaganimizda bu yerda furunkulni ko'rinmayapti. Yo'q, bu yerda ko'rinayotgani yo'q. Furunkulda ko'rinishlari boshqacha bo'ladi. Endi men ular narsalarni hammasini hozir sizga aytib o'tirishga vaqtim yo'q. Bo'ldi, sizga katta rahmat. ChatGPT ga har doim ham ishonmanglar. Mana bemorlar осложнение bilan qancha og'ir nimalar bilan kelyapti. Qanaqadir teringizda qanaqa shikoyatlaringiz bormi? Bizga dermatologlarga murojaat qiling. Bugungi kunda teri kasalliklaridan qiynalayotgan, to'g'ri tashxis qo'yilmagan, bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Va yana tomoshabinlar orasida uzoq yillardan beri teri kasalliklar bilan qiynalayotgan, to'g'ri tashxis ola olmayotgan yoki tashxisiga shubha bilan qarayotgan bemorlar bo'lsa, bizga murojaat qilib kelishligi mumkin. Biz qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Va bunda gistologik tekshiruv eng yaxshi yechimlardan biri hisoblanadi. Ularda asosiy shikoyati oq dog'i ko'rayotganinglardek, bo'tda va qorin sohasida mana bu yerda paydo bo'lgan. Ular oq dog' kasalligimi deb juda ham qo'rqishgan.
o'zligini doktorlari ham oq dog' bo'lishi mumkin, o'shaning uchun tekshirtiringlar deb tavsiya berishgan. Bizga kelishdi, bizda bu yerda qizchadan mana shu qorin sohasidan kichkinagina teri oldi. Og'rimadimi? Yo'q, unaqa og'riq bo'lmagan va gistologiyada oq xol chiqdi. Ya'ni bu kasallik hisoblanmaydi. Bu oq dog' kasallik emas, bu vitiligo emas. Oq dog' xuddi norli oqintir turi hisoblanadi. Ya'ni qizil xol norlar, jigarrang norlar bo'ladi. Bu norlarga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Oq bo'lsa voydod oq dog' kasallik bo'lib qoldi deb o'ylashadi. Lekin biza bu narsaga aniq tashxis qo'yib bera olamiz va bu juda ham katta pullarni ham tejaydi. Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi O'zbekiston Respublikasining yetakchi tibbiy muassasalaridan biri bo'lib, dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya sohalarida yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Markaz aholiga zamonaviy va ilmiy asoslangan tashxislash va davolash usullari bilan xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar olib borish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish markazning asosiy faoliyatlaridan biridir. Jumladan, markaz quyidagi yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadi: dermatologiya, teri kasalliklarini tashxislash va davolash; venerologiya, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni davolash va profilaktika qilish; kosmetologiya, estetik muammolarni bartaraf etish, jumladan yuz va tana parvarishi bo'yicha ilg'or muolajalar; mikologiya, zamburug'li kasalliklarni aniqlash va davolash; plastik jarrohlik, tashqi ko'rinishni yaxshilashga qaratilgan jarrohlik amaliyotlari; soch ekish, soch yo'qotish muammosini hal qilish; podologiya, oyoq terisi va tirnoq kasalliklarini davolash. Markazning imkoniyatlari quyidagicha: 160 dan ortiq bemorga statsionar davolash uchun o'rinlar mavjud. Maslahat poliklinikasi bir smenada 100 nafargacha bemor qabul qila oladi. Zamonaviy laboratoriyalar, teri va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni tashxislash va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. 96 nafar yuqori malakali shifokor, ulardan 13 nafari tibbiyot fanlari doktori, 23 nafari tibbiyot fanlari nomzodidir. Dermatovenerologiya va kosmetologiya markazi quyidagi innovatsion xizmatlarni taklif etadi: vitiligo kasalligida avtomelanotitlarni ko'chirish, terining rang o'zgarishiga qarshi innovatsion usul. Depigment sohasini dermabraziya, ya'ni apparat yordamida dermabraziya qilamiz va shu sohaga keyinchalik o'sha tayyor bo'lgan melanosit hujayralarimizni qo'yamiz va shu sohani maxsus materiallarimiz bor, xirurgik materiallar. O'shalar orqali yopib qo'yamiz. Shunda amaliyotdan keyin bemor qo'li sohasida joylashgan bo'lsa, bu 7 kun davomida bog'lovlar turadi. Ya'ni bemorlar hech qanaqa perevyaskalar yoki boshqa narsalar qilishlisi shart bo'lmaydi. Soch va qosh ekish, tabiiy soch tiklash, video trixodermatoskopiya, soch va bosh terini batafsil diagnostika qilish. Hozirgi kunda biz 5000 tadan ortiq soch ekish jarayonini o'tkazganmiz, hammasi muvaffaqiyatli. Asosan bemorlarimiz 70% bu o'zbekistonlik, 30% bu chet el hisoblanadi. Jinsiy a'zolar autoplazma terapiyasi, hujayralar yangilanishini rag'batlantirish. Kondilomalar, kontagiozniy mollyuskalarni davolashda ishlatiladigan uskunasidan biri hisoblanadi. Plastika estetik jarrohlik, lazer texnologiyalari va zamonaviy jarrohlik usullaridan foydalanish. Hozir biz bemorimizda husnbuzarni davolash muolajasini o'tkazamiz. Bu ko'rib turganingizdek PGL lazer bu qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni husnbuzarga ta'sir etuvchi o'sha qon tomirlarni yallig'lanishlarini ketkazish uchun. Bundan tashqari yana propion bakteriya akneni o'ldirish uchun xizmat qiladi bu lazerimiz. Fizioterapevtik davolash usullari, muolajalar orqali teri kasalliklarini davolash.
Markaz o'zining yuqori malakali shifokorlari va zamonaviy tibbiy uskunalari bilan aholiga eng yaxshi tibbiy xizmatni ko'rsatishga intiladi.